Saidmurod Davlatov. Boy va kambag'al odamlarning fikrlash strategiyasi. Ikkinchi farq. Pulning qadri juda kam. Qadr faqat pul qo'liga keladigan odamda bo'ladi. Agar odamning pulsiz qadri bo'lmasa, unda kambag'al yashagani tuzuk. Boy ahmoqdan ko'ra yomonroq narsa yo'q. Vijel. Kambag'al odamlar men buni bilaman deb o'ylashadi. Boy odamlar esa agar shu narsa menga yordam bersa, demak shuni qilishim kerak deb o'ylashadi. Boy odam bilan kambag'al odamning keyingi farqi, kambag'al odam men buni bilaman deb o'ylaydi. Boy odam esa agar shu narsa menga yordam bersa, demak shuni qilish kerak deb o'ylaydi. Bilaman deb o'ylash deganda nimani tushunish kerak? Kambag'al odamdan nimaga kambag'alligingizni bilasizmi deb so'rashsa, bilaman deydi-da, kambag'alligining mingta sababini aytadi. Bir odam buni bolalarim ko'p, ularni katta qilguncha boshqa narsaga qo'lim tegmadi deb tushuntirgandi. Shunda men kambag'alligingizning sababi bolalaringizmi deb so'radim. U unday demoqchimasman dedi. Yana bir marta so'rashga majbur bo'ldim. O'zingiz bolalarni katta qilguncha vaqt o'tib ketdi. Orzu qilganimga yetisha olmadim dedingiz. Shunday shekilli, dedi u. Boshqacha o'ylash mumkinmasmi? Boy odamga o'xshab, so'radim men. Bu qanday bo'ladi? Tushunmadi u. Men boy odamlar bolalarim bor bo'lgani uchun boy bo'lishim kerak deb o'ylashadi, deb tushuntirdim. Ko'p kambag'al odamlar men nima qilish kerakligini bilaman, lekin kimdir xalaqit beradi, o'sishga qo'ymaydi deb o'ylashadi. Aslida esa ular qayerdadir nimanidir eshitishgan, nimanidir o'qishgan. Lekin bilimlari to'liq emas. Bilimlari kamligi esa ular erishgan natijadan bilinadi. Kambag'allik ham natija, lekin bilim kamligining natijasi. Nimaga erishgan bo'lsak, muvaffaqiyatmi, boylikmi, hurmatmi, obro' yoki baxtmi, bilganimiz uchun erishgan bo'lamiz. Albatta, bilishning o'zi muammoni hal qilmaydi. Sababi bilish, tushunish degani emas. Bilish bitta narsa, tushunish esa umuman boshqa narsa. Bilim faqat ma'lumot, uning faqat imkoniyatni ko'rsatadigan kuchi bo'ladi. Bu kuchni ishlatish uchun esa olingan bilimni ishlatganda keladigan o'quv kerak. Bitta narsa ko'p qaytarilsa avtomatizm, ya'ni o'quv paydo bo'ladi. Boylik esa olingan bilimni hayotda qo'llashning natijasi bo'ladi. Shuning uchun kamroq bilsangiz ham harakatni ko'proq qilish kerak. Shuning uchun ham olingan bilimni doim tatbiq qilish, hayotda ishlatish kerak. Shunda albatta natijasi bo'ladi. Bu ham bitta qonun. Qonunlar esa ularga ishonsangiz ham, ishonmasangiz ham natija beradi. Urug' ekkan odamgina hosil olishi mumkin. Unib chiqqan ko'katni tortish kerak emas, uning o'zi o'sadi. Siz faqat o'zingizning ishingizni qilasiz. Sug'orasiz, o'g'it solasiz, tuproqni yumshatasiz. Qolgani esa Xudoning qo'lida bo'ladi. Siz o'zingizning ishingizni qilasiz, u esa o'zining ishini qiladi. Lekin siz hech narsa qilmasangiz, u ham hech narsa qilmaydi. Bunda ham shunday. Bilganingizni hayotda ishlating. O'quvingizni ko'paytiring, qobiliyatingizni oshiring. Shunda albatta muvaffaqiyatga erishasiz. Yana qaytaraman. Ko'p odamlarning muammosi ular bilaman deb o'ylashadi. Lekin hamma narsani faqat Xudo biladi. Hamma narsani biladigan odamlar bo'lmaydi. Boy odamlar umrlarining oxirigacha nimanidir o'rganishadi. Kambag'al odamlarning fikrlashi esa ularni faqat orqaga tortadi. Bilaman deb fikrlashlari ularni kibrli qilib qo'yadi. Odam boshqalardan nimanidir o'rganmaydigan bo'lib qoladi. Eshitib tursa ham eshitayotganini qabul qilmaydi. Sababi ongi eshitganiga qarshilik qiladi, tahlil qiladi, muhokama qiladi, shubhalanadi. Bitta pog'ona ko'tarilgan bo'lsa ham kibrlanib ketadi. U ko'tarilgan pog'ona boshqalar uchun faqat poydevor ekanini tushunmaydi. Boy odamlar buni tushunishadi. Ular bu dunyoda faqat tabiat mukammal va uyg'un ekanini bilishadi. Odam komil emas, u faqat komil bo'lishga harakat qilishi, o'zini o'stirishi mumkin.
Oddiy bir harakatni bilish, komillikning oxiri bo'lmasligini tushunish odamning fikrini o'zgartiradi. Odam agar shu narsa menga yordam bersa, demak shuni o'rganishim kerak deb o'ylaydigan bo'ladi. Bunday odamlar qo'lida ishlaydiganlardan, sheriklardan, raqobatchilardan bo'lsa ham o'rganishga tayyor bo'lishadi. Nimanidir bilmasliklarini aytishdan uyalishmaydi. Ular bilmaganlarini so'rashadi, aniqlashtirishadi. Aqlli odamlardan, hatto bolalardan bo'lsa ham nimanidir o'rganishadi. Bilim olish uchun nima imkoniyat bo'lsa, hammasini qilishadi. Sababi bilimli odam oliy ma'lumot haqida diplomi bor odam degani emas. Bilimli odam boshqa odamlarning imkoni bo'lmagan vazifani hal qiladigan odam bo'ladi. Agar shu tomondan qaraydigan bo'lsak, dunyoda bilimli odamlar oliy ma'lumotli odamlardan ko'ra ancha kamligini ko'ramiz. Shuning uchun bilimingizni tartibga solishni, uni hayotda ishlatishni o'rganing. Bu dunyoda qobiliyati va iqtidorli bo'lishining o'zi kamlik qiladi. Qobiliyat bilan iqtidorni ishlatishni ham bilish kerak. Kambag'al odamlarga o'xshab o'ylamang. Hamma narsani bilaman demang. Boy odamlarga o'xshab o'ylang. Agar shu narsa menga yordam bersa, shuni qilish kerak deb harakat qiling. Trening qatnashchisining fikri. Treningdagi darslarni eshitdim. Kitobni o'qib chiqdim. Keyin o'ylab bir fikr qildim. Nimadir qilish uchun oldin nimaga boshqacha emas, shunday bo'layotganini tushunib olish kerak. Mantiq qayerda, haqiqat qayerda? Oyoqda qattiq tursa bo'ladigan asos qayerda? Odam shu narsalarni o'ziga o'zi tushuntirishi kerak. O'zini o'zi ahmoq qilishi kerak emas. Aniq bilish kerak. Menga o'xshagan odamlar haqida eski bir latifa bor. Sahroda ketayotgan maymunning ko'zi palma daraxtida osilib turgan kokosga tushibdi. Kokos egiz kelib daraxtni silkitibdi, lekin kuchi yetmabdi. Shunda osmondan "O'yla maymun" degan ovoz eshitilibdi. Maymun to'xtabdi, boshini qashlabdi. So'ng o'ylab qo'liga tosh olibdi-da, kokosni qoqib tushiribdi. Bir talaba ham o'rmonda och ketayotgan ekan. Sarv daraxtida gumma osilib turganini ko'ribdi. Xursand bo'lib ketgan talaba sarvni silkitib gummani tushirmoqchi ekan, kuchi yetmabdi. Shunda tepadan "O'yla talaba" degan ovoz eshitilibdi. Talaba o'ylashni nima keragi bor? Silkitish kerak deb daraxtni silkitishdan to'xtamabdi. Men shu latifadagi talabaga o'xshayman. Mening ham boshimdan shunga o'xshagan davr o'tgan. Hozir ba'zi tanishlarimda ham shunday odat borligini ko'raman. Xullas, latifaning ma'nosi nima? Javob: oldin biroz o'ylab olamiz, lekin oldin albatta to'xtashimiz kerak. Odam qachon men bilaman deydi. Boshqa narsani o'ylamasdan daraxtni silkitayotganda, boshqa iloji yo'q deb o'ylayotganda, boshqa imkoni yo'q deyotganda men bilaman deydi. Bunday odamga xalaqit bermaslik kerak. Uning o'ylashga vaqti yo'q. U hozir daraxtni silkityapti. Maymun esa maymunligini tushunadi. Shuning uchun osmondan kelgan ovozga quloq soladi. Agar fikr moddaga aylanishini tushungan bo'lsangiz, shu narsaga bilib ishonsangiz, keyingi qadam nimani va qanday o'ylash kerakligini gaplashib olish bo'ladi. Bu kitob sizga aynan qanday harakat qilish kerakligini o'rgatadi, ya'ni, qanday o'ylash kerakligini o'rgatadi. O'qib, o'rganib, to'g'ri o'ylasangiz bo'ldi. Qo'lingizni emas, boshingizni ishlating. Hammasi juda zo'r. Havo iliq, yonimizda dengiz bor. Hamma yoqda gullarni ko'ramiz. 25+ daraja. Chivin yo'q. O'shdagi bozorda marshut taksidan tushdik. Hamma yoqda faqat yaxshi narsalarni ko'rdik. O'qish og'irmi? Og'irroq. O'zingiz qanday qabul qilsangiz, shunday bo'ladi. Men buni bilaman deb o'ylaydigan odam kim ekanini tushungan bo'lsangiz kerak. Boy odam aqlni o'stiradigan narsalarni qidiradi. Agar shu narsa menga yordam bersa, demak shunga arziydi, deb o'ylaydi. Men buni bilaman deyish esa boshi berk ko'chaga olib kiradi. Men buni bilaman deydigan odam yo'liga devor qurgandek bo'ladi. Sarv daraxtini silkitadimi, o'sishda to'xtab qolganmi,
qotib qolganmi yoki dam olishga o'tirdimi farqi yo'q. Bitta maslahat. Agar men buni bilaman deb bilim o'rganishdan qaytgan bo'lsangiz, tez oynaning oldiga borib o'zingizga qarang. Agar oynada boshingiz ustida nimb deyiladigan halqa turganini ko'rmasangiz, orqaga qayting-da, o'qing va yana o'qing. Odam yo yashaydi, yo o'lmaslikka harakat qilib yuraveradi. Qaysi birini tanlash o'zingizga bog'liq. Anvar ismli yigitga yaxshilab tushuntirib, men va pul kitobini berib o'qi dedim. Yigit ikki qo'liga 18 litrlik suv solingan butul bilan uyma-uy yurib ichimlik suvi tashiydi. Yaxshi ish, lekin odam umrini oxirigacha shug'ullanadigan ish emas. Oliy ma'lumotli yurist. Ota-onasi o'qishining pulini to'lagan. Zo'rlab bo'lsa ham kitobni berdim, lekin o'qimadi. Varoqlari ochilmagani ko'rinib turgan kitobni qaytarib berdi. Keyin oyog'ini sindirib sog'ligi to'g'ri kelmagani uchun ishdan ketdi. Agar o'zingizga yoqmaydigan ishda ishlayotgan bo'lsangiz, o'zingiz to'xtatishingiz kerak. Bo'lmasa, hayotning o'zi sizni to'xtatadi. Men bir kundayoq ishni tashlab yurist bo'lishi kerak edi demoqchi emasman. Men faqat to'xtab, o'ylab olishi, keyin yo'l yurib ishlarini o'zgartirishi kerak edi demoqchiman. Odam qanday fikrlayotgani uchun ham javob berishni o'rganish kerak. Buni bilib olish oson. Anvar ahmoq bo'lgani uchun shunday bo'ldi demaslik kerak. Unday emas. U yaxshi odam. Faqat mening u bilan ko'proq gaplashishga vaqtim bo'lmadi. Uning esa o'zini to'xtatishga kuchi yetmadi. Inersiya qonni ishlab ketdi. Yigit hali ham daraxtni silkitib turibdi. Uni shu ahvoldan olib chiqqan odamga mukofot berilishini e'lon qilsamikan? Mening ukam ham shu yigitga o'xshaydi. Lekin ukamga ko'p vaqt berdim. Ukamga oldinroq o'rgatishni boshlagandim. Kitob o'qishni uncha yoqtirmasdi. Men va pul kitobini bir o'tirishda o'qib chiqdi. Kechasi kitob uchun rahmat deb SMS jo'natdi. Hozir u chet elda. Biror yangi kitob bo'lsa jo'natgin deb iltimos qilgan. Pochta pulini o'zim to'layman deb yozibdi. Boshqa bir yigit, baxit esa umuman boshqacha. Tushlikka tanaffus bo'lganda oshxona yaqinidagi zinaga o'tirib kitob o'qirdi. Hozir u yaxshi qiz bilan tanishdi. Yaxshi ish ham topdi. U xursand yurganiga men ham xursandman. Dars bo'ladigan voqea. James Harris Simons. Olimlarning ichida millionerlar kam bo'ladi. Ko'pchilik oliy matematika pul topsa bo'ladigan fan emas deb o'ylaydi. Mavhum raqamlar, murakkab formulalar haqiqiy hayotdan uzoqdek bo'lib ko'rinadi. Lekin James Harris Simons 70 yoshli matematik bunday emasligini isbot qildi. Uning jamg'armasi 2007-yili 2,8 milliard dollar ishlab topib, juda baland natijaga erishganini ko'rsatdi. James bolaligidayoq matematikaga qiziqardi. Murakkab masalalarni yechardi. Qobiliyatli bo'lgani uchun bolaligidayoq universitetga kirdi. 19 yoshda mashhur Massachusetts texnologiya institutini bitirib, bakalavr darajasini oldi. 1962-yili 23 yoshda doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Uni boy qilgan fikr valyuta bozoridagi savdoda matematik algoritmni ishlatish birinchi bo'lib uning boshiga keldi. Fikri ish berdi va Jamesni milliarder qildi. Keyin u kompaniyasida matematik usullar bilan qaror qabul qilishni o'ziga qoida qilib oldi. Simonsni haqiqatdan ham bilimli odam deyish mumkin. Sababi u boshqa mutaxassislar yecholmagan masalani yechdi. Kompaniyasida u har xil davlatlar va qit'alardan kelgan 60 tacha matematik, fizik va iqtisodiy tahlilchini yig'di. Ular bozordagi narx o'zgarishini oldindan aytib beradigan kompyuter modelini tuzishdi. Bu esa unga birjadagi turli vaziyatlarni aniqroq hisoblash imkonini berdi. Hozir Simonsning kompaniyalari butun dunyodagi moliya, valyuta va tovar birjalarida savdo qiladi. Hamma bitimlar matematik formulalarga asoslanib tuziladi.
Uning Nyu-Yorkdagi bosh ofisining o'zida 200 ta odam ishlaydi. Shularning 30% fan doktori. Hamma filiallarda qo'shganda ular 30 milliard dollardan ko'p pulni boshqarishadi. Bu misol bilim, hatto akademik bilim ham ortiqcha bo'lmasligini, odam faqat oliy o'quv yurtida olgan bilimini boyligini oshirishga ishlatishi kerakligini ko'rsatadi. Xulosa: o'sishda to'xtamang, o'qing, bilim o'rganing. Agar to'g'ri ishlatolsangiz, shular orzuyingizga erishishga yordam beradi. O'qigan odamlar ko'p, lekin o'qiganini hayotda ishlatadigan odam kam.